Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ham yakunlab oldik. Bu obyektimiz Farg'ona viloyatida bo'lib turibdi. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xonamizning razmeri 2 metrga, eni 2 metr, uzunligi 3,5 metr bo'lib turibdi. Buni bo'g'madik, hammasini bitta joyga sig'dirib oldik. Xonani bo'g'ib toraytirmadik. Birma-bir hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu eshik, gilamli eshigimiz bo'lsa, mana gilamli eshigimiz 90 ga 2 metr bo'lib turibdi. Eshikdan kirganda o'ng qo'lda to'pli pol ko'rasiz o'rnagan, mana ko'rib turganlaridek to'pli pol sistemasida isiydi. Bu yerga motor qo'yib ketdik. Suv motorimizni to'pli poldan keyin mana tepasiga bu bitta kulchatir lampa uchun bu yerga shit o'rnatib ketganmiz. Mana ko'rib turganlaridek har bittasini attenni qilib yevro montaj qilingan, uzuv avtomatlarigacha qo'yilgan. Keyin EPA firmasidan olingan 80 litrli Ariston. Bu kir mashina tepasiga Ariston o'rnagan, pastida avtomat kir mashina o'rnatib ketdik. Bu yerga esa rakvina shkaflik 60 cm, 60 ga 40 cmli shkafli rakvina qo'yib ketganmiz. Bu yerga sensorli oyna, ko'rib turganlaridek, bu yerga mana o'zi foydalanishyapti. Fen, soch bosh quritish uchun, oyna uchun razvedka qo'yib ketganmiz ikkitalik. Keyin bu tomonga o'tsak, bu tomonga unitaz qo'ydik. Yoshi katta onaxonlar bor ekan, shuning uchun qishki kunida qiynalmaslik uchun unitaz qo'yib ketganmiz bu yerga. Unitazimiz Koko firmasidan olingan vakuumli unitazlar, mana yuvishi ham ko'rib turganlaridek, mana har tomonlama suvni yuvadi. Qopoqlari ham tushib ketmaydi, asta-sekinlik bilan yopiladi. Bu yerga esa portishga, mana havo almashtirish uchun. Bu yerimiz dushovoy zona bo'lib turibdi. Mana dushovoy zonani 10 cm qilib, balandligi 10 cm, eni 8 cm qilib, bardurcha qilib o'rab chiqqanmiz, suv tashqariga o'tib ketmasligi uchun. Mana trapimiz 6 cm traplardan bo'lib turibdi. Bu yerimiz dushovoy zona, mana dushovoy semisitr. Bu yerga sovun shampun qo'yish uchun polga qo'yib ketilgan. Dushni razmeri rovna 1 metrga 1 metr bo'ldi. 1 metrdan qilib bo'ldik. Ichi qolishi, bardurning ichi mana 1 metr bo'lib turibdi. 1 ga 1 bo'lgan. Buni kommentariyaga qoldirib o'tib ketinglar. Kichkinalik yoki kattalik qilmaydimi? 1 ga 1 metrdan qo'yib ketdik. Suv sachramasligi uchun mana bunday, mana shunday qilib, mana parda ham qo'yib ketganmiz. Mana tashqariga suv sachramasligi uchun kerakli paytda ishlatadi, keraksiz paytda yig'ishtirib olib qo'yaveradi. Bundan keyin, dushdan keyin bu tomon, eshikdan kirishdagi o'ng qo'l tomondagi bu yerga tahorat olish uchun joy qo'yib ketganmiz. Mana razmerlari 60 ga 40 bo'lib turibdi. Eni 40, uzunligi 60. Mana chuqurligi ham yaxshi. Suv tashqariga sachrab chiqmaydi. Napollarimiz ham normal holatda, mana suv umuman tashqariga sachrab chiqmaydi. Tahorati bemalol tahorat olib bu yerga sovun qo'yib ketadi. Bu yerga esa oyoq sochiq uchun ko'lsa qo'yib ketdik. Bu yerga mana vishilka, ham vishilka bo'ladi, ham sushilka bo'ladi. Mana sochiqlarni quritish uchun bu yerga kiyim ilish uchun keraksiz paytda mana shunday qilib mana yig'ishtirib qo'yaveradi. Xudo xolasa har bittasini bir gapirib o'tdik. Endi devorlari polni dekorativni panel bo'lgan, ko'rib turganlaridek. Buni ichi polni stiklavata bilan o'ralgan. Devor, patolog polni stiklavata bo'lib shumka bo'lingan, issiqlikni yaxshi ushlash uchun. Misol mana hozir to'pli polni o'chirilgan holatda ertaman kechqurun yoqib qo'yganmiz. Mana ertaman o'chirib qo'yganmiz. Mana hozir videoni mana obedda olyapman. Harorat normal holatda turibdi. Issiqlik chiqib ketmaydi, issiqlikni ushlab turadi. Shumka boshidagi rasxotiz ozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Keyinchalik doimiy rasxotiz kam bo'ladi. Tok tomonlama
tejamkorlik qilinadi. Devorlarimiz aytib o'tganimizdek polni dekorativniy panel bo'lgan. Buni bilasizlar va ko'pchilik biladi. Buni 100 dan ortiq turi bor. Xohlagan istagingizga qarab chiqarib ham berishadi. Endi uy egalariga shunday turi ma'qul keldi. Shuning uchun shunday gulligidan o'rnatib berdik. Patologiyamiz esa dekor plus bo'lgan. Ko'rib turganlaridek dekor plus. Bo'yini razmerlarda aytibmiz, enini uzunini aytdik, bo'yini esdan chiqdi. Mana bo'yi 220 bo'lgan. Hammom uchun normalli razmer bu 220. Baland bo'lsa ham isitish qiyinroq bo'ladi. Hozirgi holatda mana normalli holatda turibdi. Bu yerga katta lampa qo'yib ketganmiz. Xonani bo'g'maganimiz uchun bitta lampa qo'ya qoldik. Kattagina qo'ydik, bitta katta yorug'likni mana normalli berib turibdi. Kafellarimiz 60 ga 60 mana matoviy kafeldan bo'lib turibdi. Sig'anchiq bo'lmaydi, siqanmaydi. Yana nima qoldi? Xudo xolasa hammasini tanishtirib o'tdik. Respublika bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib, kimga qanday maslahat kerak yoki shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Xudo xolasa kelishgan holatda butun respublika bo'ylab xizmatlar qilib o'tkazib boryapmiz, qilib beraveramiz xudo xolasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpiska tashlab, obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Xudo xolasa har bitta ishimizni etap-metap to boshlangandan tugagunga qadar videosini qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.